Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi mashinamiz ko'rgan keldik. Auksion orqali yutgan mashinamiz. Narxini eshitsanglar yig'lab olasizlar. Hozir egasini chaqiraman, tekshiraman mashinani. Salkam $5000 mashina. Hozir davom etamiz. Do'stlar, shunaqa mashinani tekshirib bo'ldim. 186.000 kilometr kvadratmish. 186.000 kilometr yutgan summamiz $5000. Anaqasi bilan, komissiyasi bilan. Bu Albaniyaga ketadi bu mashina. Albaniya degan davlat bor. Shunaqa mashinalar, Audilar ko'p ketadi o'tga, eksportga. O'zimiz uchun oldik, o'zimiz olib, objektni artib sotamiz keyin. $5000 ekan. Xullas, shunaqa mashina kerak bo'lsa aytinglar. Butun O'rta Osiyo davlatlariga auksion orqali yutib beramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.